Assalomu alaykum hurmatli azizlarim. Sog' salomatmisiz? Ramazonlarda charchamasdan ro'zalar tutyapsizmi? Sog' bo'ling hammangiz. Sizlar borsiz, bizlar bormiz. Bugun men sizlarga aliv etsam aliv emasdir, balki bir uyda bor narsalardan salat qilib ko'rsatmoqchiman. Bizda bor masalliqlar shular ekan. Kartoshka mana 5 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6 ta tuxum, bitta sabzi, kolbasa to'g'rab, mayonez qo'shamiz. Salat qilmoqchimiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Hammasini kubik qilib to'g'rab olaman. Juda mayda bo'lib ketsa ham unchalik yoqtirmayman o'zim. Mana shunday qilib kartoshkani to'g'rab oldik. Solishga idish olishim kerak ekan. Kartoshkani to'g'rab oldim. Mana endi sabzini ham xuddi shunaqa qilib to'g'rayman. To'rtburchak qilib. Sabzini ham to'g'rab oldim. Endi tuxumni to'g'raymiz. Tuxumni shu ezilib ketgani yomonda. Shunday qilib tuxumni ham to'g'rab olamiz. Tuxumlarimizni ham to'g'rab oldik. Endi kolbasani to'g'raymiz. Kolbasa shunday qilib kolbasani to'g'rab olamiz. Mana kolbasamizni ham oxir to'g'rab oldik. Endi bunga mayonez qo'shib stolga tortishimiz qoldi xolos. Mayonezni qo'shamiz. Mayonezimiz Milter mayonez домашний. Bedana tuxumidan ekan, перепелиновый esa. Aralashtirib ko'ramiz, kam bo'lsa yana qo'shamiz. Salatimiz tayyor mana, o'rtoqlar. Chiroyli salat bo'ldi, mazasi ham juda ham yaxshi. Shuning bilan bugungi video roligimni tugataman. Sog' salomat bo'ling. Yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariy yozing. Albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Salomat bo'linglar.